Supermarket. Salom Arnold. Arnold, bu safar omad senga kulib boqyapti. Sen hozirgina Mr. Beast'ning navbatdagi shoulardan biriga tanlab olinding. Mr. Beast endilikda YouTube'dagi eng ko'p obunachiga ega bo'lgan bloger bo'lib, 9 yil davomida birinchi o'rinda turgan PewDiePie'ni ortga qoldirdi va hozir u senga $1 million beryapti. Sening vazifang bu pullarni 5 daqiqada ulkan supermarket ichida sarflab yuborish. Endi u o'zini haqiqiy super qahramon kabi tutyapti. Ammo uning saxovatli ishlarining ortida bir oz salbiy tomonlar ham yo'q emas. Bir kuni shunday mish-mish tarqaldi. Mr. Beast bir supermarketga kelib, xaridorlarning har birining savatidagi mahsulotlar uchun pul to'lab beradi deb mish-mish tarqaldi. Buni eshitgan yuzlab odamlar supermarketga oqib kelishdi. Barchasi tekin mahsulot umidida. Ammo bu voqeadan xabar topgan Mr. Beast u yerga bormadi. Natijada o'sha odamlar aravachalarini to'ldirib qo'yib, hech narsa olmay chiqib ketishdi. Yaxshiyamki, orada yaxshi odamlar ham chiqdi. Ular supermarket xodimlariga yordam berib, mahsulotlarni jamoalarga qaytarib qo'yishdi. Endi esa navbat sengami? Qo'lingda $1 million va 5 daqiqa vaqt. Nimadan boshlaymiz? Demak, 50 ta PlayStation 5, 50 ta ulkan televizor, 800 juft krossovka umid qilamizki sening o'lchamingda. Ehtimol o'zingga emas, boshqalarga ham o'ylab biron narsa olib berarsan, balkim obunachilarimizga ham. Ha, aytgancha Arnold sizga nima olib berishini xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Va nihoyat, Arnold, sen to'g'ri $1 million sarflading. Xo'sh, qanday to'laysan? Naqd pul bilanmi? Voy, bu faqatgina hazil ediki. Bu aslida monopoliya o'yini pullari ekan. Yana omad senga yetishmayapti, Arnold. Lekin xafa bo'lma. Men senga boshqa surpriz tayyorlab qo'yganman. Ko'rishguncha, Arnold. Xayr.